Gentra mashinasida agar gaz o'ynab, o'chib qolaversa, unda zaslonka bitib qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu zaslonka. Buni uy sharoitida qanday qilib tozalashni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bizga minus va tirga kerak bo'ladi. Mana buni yechib olamiz. Mana bu kabel qismini ustidan bossak, ortga taqsak chiqib keladi. Mana buni ham mana bu qismda bosadigan joy bor. Shuni yaxshilab bosib, ortga taqsak, bu ham o'zi chiqib keladi. Buni sekin yuqoriga ko'tarib qo'yamiz. Endi buni ostida ham minus sertifikat bilan yechiladigan qismi bor. Buni ham yaxshilab yechib olamiz. Shunaqa tartibda qilib, birinchi mana bu qismini chiqarib olamiz. Keyin ostki qismini chiqaradigan bo'lsak, zaslonkani ko'rishinglar mumkin. Nima bu degan joyidan zaslonka anchagina bitib qolgan. Tozalash uchun sprey bor. Sprey bo'lmaydigan bo'lsa, ozgina matocha va ozgina benzin kerak bizga. Matoni botiramiz va zaslonkani ichini yaxshilab artib tashlaymiz. Ko'rishinglar mumkin. Zaslonkani ichini top-toza bo'ldi, xudo xolasa. Ichki qismlari bo'ldi. O'zidek qilib mana bu xamitni ham qotirib buni joyiga qo'yamiz, kabelni ham joyiga qo'yamiz, zavarit qilamiz. Zavarit qilganda ozgina oshiqroq ishlashi mumkin motor, keyin joyiga tushib ketadi. Video yoqmasa like boshlashdan chiqmasin.